iymon va islom Fatima gavhari. radhiyallohu anha bir kuni Rasululloh alayhisolatu vassalomning huzurlariga xizmatchilar keldi. Bir joydan xizmatchilarni olib kelib qo'yishgan edi. Fatima Zahro o'zi qo'lida o'sha arpa bug'doyni yanchib o'zlari un qilib, o'zi non qilib pishirib shunaqa qattiq mehnat qilardi. Hazrat Alining xizmatlarida shunaqa bo'lgan. Bizga ham bir xizmatchi tegsaydi degan umidda qiynalganlaridan Rasul akram alayhissalatu vassalomning huzurlariga boradilar. Borsalar Rasululloh chiqib ketganlar. Shu narsani aytib qaytib ketadilar. Kelganlarida Oysha onamiz aytadilar-ki, marhabo o'z. Aytdik Rasul akram alayhissalatu vassalomga deydi. U kishi Fatimanikiga qarab ketdilar, kech bo'lsa ham. Fatima radhiyallohu anha aytadilar-ki, endi biz yonboshlab to'shakka yotamiz deb turganimizda Rasul akram alayhissalatu vassalom kirib keldilar. Kirib kelgan joylarida turamiz desak, o'rningga yotinglar o'rinlaringga deb bizni qo'yib qo'ydilar. Shunda ikkalamizni boshimizni orasiga keldilarda Fatima shunday narsalarni so'rab boribsizlarmi? Men sizlarga undan ko'ra yaxshiroq bo'lgan narsani aytayinmi dedilar. Undan ko'ra afzalroq bo'lgan narsani o'rgatib ketayinmi degandilar. Fatima Zahro indamay turdilar. Hazrat Ali bir o'qitdilar, ha deng dedilar. Ha dedilar. Ko'rpaga kirishingizda uxlayman deb 34 marta Allohu akbar deysiz. 33 marta alhamdulillah deysiz. 33 marta subhanalloh deysiz. Mana shu narsa sizlarga undan ko'ra yaxshiroq. Bu yerda savol tug'iladi. U xizmatchi bo'lsa, xizmatchi kelganda bir ish qilardi, yordam berardi. Rasul akram alayhissalatu vassalom nimaga xizmatchini o'rniga zikr taklif qilyaptilar? Bu narigi narsa jismoniy, moddiy narsa bo'lsa, bu ma'naviy narsa bo'lsa, buni xizmatchini o'rniga aytmasdan ham shunday qilinglar desalar bo'lardi-ku. Bu oxiratda savob beradigan narsa-ku desa, ulamolar aytadilar-ki, Alloh taoloni zikr qilishlik odamga quvvat baxsh etadi deydi. Alloh taoloni zikri bilan yurgan odam taom va ichimlikdan ko'ra ko'proq quvvatga ega bo'ladi degan ekanlar. Yana ulamolar aytadilar-ki, qaysi bir banda endi ko'rpasiga yonboshlab ko'rpaga kirgan vaqtda mana shu zikrlarni qilsa, 34 marta Allohu akbar, 33 marta alhamdulillah, 33 marta subhanalloh